Allah'ın El-Ghaffar degan isim sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tuvende dihtanlağa Ustaz Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah'ın güzel isim sifatlarının qısqacha tafsiri dersliklerinden Allah'ın El-Ghaffar degan isim sifatları haqidagi tafsirlarini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Ghaffar degan isim sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 5-7 tilga ilingan. Sure Sad 66. ayetida tercümesi U Allah asmanlarning, zaminning ve ularning orasidagi shaylarning Rabbidir. G'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni eng mag'firat qilg'uchidir. Al-G'affar chiroyli narsalarni ko'zitib, qabih, xunuk narsalarni yo'shirib qolg'uchi zot demakdir. Gunohlar qabih narsalardir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Al-Ghaffar sifatidagi yo'shirib qilish 3 qismga bo'lindi. Birinchi, bandaning ko'zlar ko'rganda yirginadigan o'rinlarini yo'shirib qo'ydi. Allah yo'shirishga buyurish bilan bandani sat ko'rinib qilishdan himoya qiladi. Onundan başka insanın içindeki napak bo'lgan narsalarni nihoyat mustahkam qilib yo'shirdi. İnsan shunda qarma-qarshi turganda ularning ichidagi ayiblarini yo'shirib qoldiki, uni hech qachon undaq tasavvur qila olmaysiz. İkinci, insanın xiyoliga kelayotgan napak xiyollarni başka adamlarga bilinmaydigan qilib yo'shirib qo'ydi. Agar undaq bo'lmaganda, ya'ni Allah subhanahu va taolo xatoliklarni yo'shirib qo'ymaganida, zaminda qarma-qarshi turib paranglashayotgan bir-biri bilan do'st bo'lgan ikki kishini topolmayding. Chunki har qanday do'st ham ba'zi vaqtda o'zgarib, xiyollarga yomon narsalar kelib qoladi. Mana bu narsani yo'shirib qo'ydi. Bir kishi shundaq deganki, alhamdulillah, agar Allah xatoliklarimizni yo'shirib qolmagan bo'lsa, olam sesib ketadi. Uchinchi, kishilar orasida gunohlarimizni Allah yo'shirib qoldi. Balki yo'shirib qo'yishlik bilan kifoyalanmasdan, agar yaxshi amallarni qiladigan bo'lsak, yaman amallarimizni yaxshi amallarimizga almashtirib beradiganligini va'da qildi. Banda bu sifatning qarshisida turganda, shuncha qodir bo'lgan zot zaif bandini shunchalik uning ichidagi nafaq ayiblarini, nafaq xiyollarini, uning sharmandalikka sazovor bo'ladigan gunohlarini yo'shirib qolgan bo'lsa, shunda qudratli bir zot yo'shirib qolgandan keyin bandimi mo'min bandining ayiblarini yo'shirib qilish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam dediki, kimiki bir mo'minning aybini yo'shirib qolsa, Allah qiyomat kuni uning aybini yo'shirib qoladi. G'ayvat qilg'uchi kishi, kishilarning aybini josuslik bilan tekshirib yurguchi kishi, kishilarning aybini izlab tepib, uningdan qisos olguchi kishi yoki yomonligiga barobar yomonlik bilan javob qaytarguchi kishi bu sifatdagi o'lishidan mahrum bo'lgan kishidir. Balki bu sifatdan mutlaq yiroq yashayotgan kishi bo'ladi. Albatta maxluq bo'ladi ekan, yaratilguchi narsa bo'ladi ekan, uningdan ayib nuqsonmi tepilishi mumkin. Güzellik mi tepilişi mümkün? Kabahat tepilişi mümkün. Eğer kişinin bu sifatdan algan ölüşü katta bo'lgan bo'lsa,
albatta uning kirgan vaqtida yaxshilik tarafini ko'rib olaymiz. Rasululloh alayhissalatu vassalam birining ashablarining ayiblarini ilib kelishini ham xohlamaydi. Men ularning qarshisiga chiqqanimda pok qalbim bilan chiqay deb Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu sifatdan ölüştar bo'lgan zatlarning eng ulug'idir. Başka peygamberler yani İsa aleyhisselam havarileri bilen ötüp ketayotganida bir ses purab ketgan itning oldidan o'tdi. Atrofidagi havarilar bu nima degan sesiq deganida İsa aleyhisselam buning tishi nima degan oq chiroyliq ha deb o'tib ketgan ekan. Mana bu bir it bo'lsa, siz purab yotgan bo'lsa, uning faqat oq bo'lib ko'rinib turgan tishidan boshqa bir go'zalligi qolmaganida, ana shu sifatdan o'lishtar bo'lgan zotlarning kattalari ashu bir tal qolgan yaxshiligini ko'rdi. Bu faqat bir it edi. Endi bir mu'minning aybini yoshirib qilishda bir insonning bu sifatdan olgan o'lishi qanchalik ko'p bo'lsa, uning ayiblarini yoshirib qilish miqdori shuncha ko'payib boradi. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Fatir 45-oyatida tarjimasi: Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir. Sura Hud 3-oyatida sizlar Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilguvchiga qilgan yaxshiligining savobini berdi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga kelishinglardan ansirayman. Yana Sura Hud 52-oyatida tarjimasi: Ey qavmim, Rabbinglardan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib berdi. Sizlarga texmo kuch-quvvat berdi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar. Sura Nuh 11-12-oyatlarda tarjimasi: U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Alhamdulillah. Yuqorida Ustoz Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allohning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsiriy darsliklaridan Allah subhanahu va taolaning Al-G'affar degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar demisini angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.